Elektrichskiy 650 km yuradigan tigach. Elektr dvigatelli. Batareykasi o'sha BYD da ishlatiladigan sifatli batareykalar bilan jihozlangan. Salarka bilan gazdan ancha arzonga tushadi, akala. Konditsionerlari bor, 360 gradus kamerasi bor. Razgonni ko'ryapmiz, shu elektrichskiy tigachchi. Normalniy. Turishi mana. Tabloni ko'rishingiz mumkin. Ajoyib. Yurishi yumshoq. Konditsionerlar vaqti cho'tki ishlayapti lekin. Mana. Bu poligoni o'sha yangi texnikalarni test qiladigan. Juda ham ajoyib. Bu yerda yana bitta funksiyasi bor ekan. Bu yerda mana kamera, aqlli sensor bor. Bu yerda agar shofyor uxlab qoladigan bo'lsa yo qanaqadir hushidan ketadigan bo'lsa, texnikani o'zi avtomatik o'sha yo'l chetiga to'xtaydi. Shunaqa aqlli sistemalar bilan jihozlashibdi. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Elektrichskiy texnikalarning zaryadniy stansiyasi bilan mana hammasi elektrichskiy. Zaryadkaga qo'yib qo'yishgan mana bu yerda zaryadniy stansiyalar. Narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada narx deb yozinglar. Men sizlarga o'sha texnik parametri, narxi bilan O'zbekistongacha necha pulga qo'lingizga borib tushadi, hammasini aytaman.